Kia Sportage avtomobili sifatsiz benzindan juda ham qiynalganlar. Shu sababli biz bu avtomobilimizga full komplektda full nabor propan uстановка qilib berdik. Men bu videoni obzor qilganimcha, ya'ni quyilgan ustidan aytganimcha, sizlar buni narxini kommentariyada taxmin qilib turinglar. Oxirida narxini aytib o'taman. Full komplektda full nabor deganda Connect Plus, Kia avtomobili, G-Tower, Cherry shunga o'xshash barcha MPI avtomobillarni ideal tarzda harakatlantiradigan blok uправления 0.3 высокоскоростной инжектор, Italiya Hamut, fragment chiqazmaydigan shlanka, одноразовый filtr, aliasga kurkodlik original reduktor, termotrubkani oppo dodasidan foydalangan holda ish sifatini shunchaki zavod holatiga keltirib berganmiz. Agar sizlarga bu uстановка jarayoni yoqqan bo'lsa, bitta like ayamaysizlar va Kiachi bratlarga jo'natib qo'yasizlar inshaalloh. Bagaj qismiga esa har doimgidek Kia avtomobillari uchun 61 litrli balon va Italiya polaborot multiklaplik termotrubkani har doimgidek oppo dodasi zapranchlarigacha Italiya qilib qo'yib berganmiz. Agar sizlarga narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldirib ketinglar.